Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Navbatdagi 260 litrli zavodskoy beton mishelkamiz bu oydalik klientlarimizga sotildi. Aka, nima ishga olyapsiz buni? Keyin qanchaga oldingiz? Koppa aralashtirgan olyapman men. Aha. 3.500.000 qilib berdik. Bu oydadan kelishdi. Kimga shunaqa zavodskoy beton mishelkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Apparatimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Undan tashqari 160 litrdan tortib 260 litrgacha zavodskoy beton mishelkalarimiz do'konimizda mavjud bo'ladi. Bu zavodskoy beton mishelkamizda ichida pichoqlari 3 talik variantda bo'ladi. Faqat popkorn, yem aralashtirgani emas, beton rastvorlarga ham juda zo'r bo'ladi. Sifatlariga, garantiyalariga 1 yil garantiya beriladi. Motorlari Misatmutga 1 yil garantiya beriladi. Motorlariga ham shesterna qismiga keladigan bo'lsak, alyumin yoki plastmassa bo'lmaydi. Chugun shesternalar bilan jihozlashtirilgan, tagidagi rama qismlari ham ancha baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. O'tgan safargi zavodskoy beton mishelkalarga qaraganda g'ildiraklari ham ancha shiroki qilib, katta qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Kimga shunaqa zavodskoy beton mishelkalar kerak bo'lib turgan bo'lsa, video ostida nomerlarimizni qoldiryapmiz. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Arendachi klientlar uchun, ko'p olaman degan akalarimiz uchun narx-navolar o'tib, chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Undan tashqari bu zavodskoy beton mishelkamizda ustunlik taraflari xohlasalaring chap tomonga, xohlasalaring o'ng tomonga qilib, bemalol to'kib foydalansalaring bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Kelib olib ketishlaring ham mumkin.